Tahorat olib, bir stakan toza suvga 7 marotaba Fotiha surasini o'qing. Keyin suvni niyat qilib oz-ozdan iching. To'xtab yana niyat qilib yana ozroq iching. Niyat qilib yana iching. Suv tugaguncha ana shunaqa qilib niyat qilib to'xtab yana ichib. Masalan, niyatni Allohim 2 million so'mni menga oson, yengil, halol, barakali yo'llar bilan beryapti. Meni yaxshi natijalar kutyapti deng. Esda tuting, doim niyatni xuddi erishganday hozirgi zamonda qiling. Suv hamma ma'lumotlarni o'ziga qabul qiladi. Allohga hamdlar bo'lsin. Miyamiz aynan bu signallarni qabul qiladi. Bizni har bitta gapimiz o'ng osti tomonidan qabul qilinadi va dasturlanadi. Mana shu suv orqali ham o'zingizni dasturlayotgan bo'lasiz. Siz bu amalni har kuni uxlashdan oldin qilsangiz, yaxshi natijalar kutadi inshaalloh.